Hozir ichkariga kirmay turib. Nimami? Bu anaqami? Yo'q, Xususiy binomi? yo'q, bu shahar prokuraturasi. Ha, shahar prokuraturasimi? Xalqqa xizmat qiladimi? Biza ichkariga kirish masalasini mana eshik tagida Viloyat gaplashamiz. prokuraturasini qiladi, shuni gaplar. Yo, men bilmadim. Men bu yoqqa ma'lumot olgani keldim, og'ayni. Agar bu sekretniy obyekt yoki bir shaxsiy xususiy bino bo'lsa, eshik tagida unda qilib turib oling. Bizga bitta murojaatlar bo'limini chaqirib bering. Bo'ldi, chaqirib qo'yaman, tashqari to'xtaylik. Xudo boshqa bor, qabulga so'rashyapti. Dushanba kuni ekan. Dushanba kuni kelsin. Bugun dam olishmi? Bugun dam olish. Shuni unda hammani chaqiryapti bugun unga. Yo'q, bilmadim. Dushanba kuni kelsin deb. Hozir aytom sekretmi? Sekretmi ism familiyasi? Sen aytolmayman. Yo'q, o'zi qani bir ro'yxatda ham turish kerak o'zi. Prokuror kim shaharda? Hatto siz bechoralarda tashqarida bu shahar prokuraturasiligi bo'yicha ma'lumot yo'q. Assalomu alaykum. Gece ishlayapsiz charchamay. Bizga nima kerak edi? Gruppa kerak edi, yordam. Shahar prokuraturasining o'ziga. Gruppachi video syomkalar bilan nimalar kelgan, dushanba kuni desak, unga ko'rikmay shunga yordamga kuch kerak ekan. Nima qiladi? Kuch ishlab olib chiqarish kerakmi? Assalomu alaykum. Aka antikorrupsion axborot vositasidamiz. Ismim Jahongir, familiyam To'laganov. Syomka qilyapsizmi aka? O'qing, mana Eshitaman Jahongir aka. Shahar prokurorining o'rinbosari ismi Farhod. familiyangiz, Yo'ldosh. guvohnomangizni ko'rsak bo'ladimi? Biz ham o'sha Guvohnomangizni tanishtirdim, o'zim shaxsini tanishtirdim. Антикоррупция.